Gentrani puliga konditsioner olgan bo'larmi deydi. 99% odamlarda bir xil javob. Mashina ancha aqlliroq, og'irmi yengil, uzoqmi yaqin qiladi, tembolik konditsioneri bo'ladi deb mashina tanlanadi. Aslida bu to'g'ri ham javob, lekin uydagi issiq havoni, yoqimsiz dim hidlarni mashinangizdagi konditsioner ham tozalamaydi. Shuning uchun ham yozi jaziramasida, issiqlarda stressga tushib qolmasligingiz uchun men sizlarga aynan shu konditsionerni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu konditsioner uyingizdagi yoqimsiz dim havoni xuddi nasosga o'xshab so'rib oladi va tashqaridagi kislorodni uyingiz ichiga to'ldirib qo'yadi. Oldidagi jabrasida 1200 dan oshuv mayda teshigi bo'ladi, havoni mayin qilib chiqarib beradi. Komplektida lentasidan tortib trubka, kabel, drenajniy shlankasigacha chiqadi. Kompressori DC inverter tokki plus ko'p bo'lishiga qaramasdan juda ham kam sarflaydi. Xullas, AUX brendi luxury hayotni yaxshi ko'radiganlar uchun aynan shu modelni spets zakaz bilan ishlab chiqaradi. Kerak bo'lib qidirganingizda Gentrani puliga ham topilmaydigan shunaqa apparatni faqatgina podpiska bosib qo'yganlar uchun bor yo'g'i $370 qilib beraman.